Dostum bugün maktab bormidi? Ha, atgancha. Men formam qani? To'yib kiyim bor ekan. O rahmat. Bol. Bolalar sizlarga ikki sizlarga bir yaxshi bir yomon anam bor. Maktabimizga sportzal qurildi, yaxshisi mana turibdi. Yomoni biz keyingi qismida shaharga ketamiz. Jonajon qishlog'imizga ketamiz. 8 volt Ketdi-yu. Birinchi ismon tarbiyamida. Birinchi ismon tarbiya. Birinchi ismon tarbiyada, ismon tarbiyaga. Ketdik. Assalomu alaykum. Bobo. O'tamiz bugun. Daraxtdan olma topib ketamiz. O, ketdik. Bo'lim götürmeydi yani. Nerede qishloqqa boramiz? Nerede qishloq chiroyli qo'ysak? Do'stim. Men ertaga yerga ketaman. Ertadan ertaga shu ketaman shaharga. Sen borasanmi? Seni urmaydimi o'zini? Qishloqda yashaydilar. Qachon bilding bugun enaga? Ertaga shaharga ko'chib boramiz. Chunki bu oxirgi ko'rishimiz. Siz ham yangi kelganingizda biz endi kelyapmiz. Uyimiz yetamkanmi jo'ydi? Men qarab olma chiqmaydi bu daraxtdan. Tolmikan yoki? O, bu yerda olma daraxt yo'q. Siz yugurtiring bir guruh. Roziman. Shahar chiroyli bo'lsa kerak do'stim. Do'stim, shahar chiroyli bo'lsa kerak. Shaharda mazza qilamiz, lekin qishloq ham yaxshi, lekin shaharda yashash menga yo'qmi? Ustoz, uni qanaqa voy? Bu yerda qanaqadir bor ekan, borib ko'ramizmi? Ustoz, yuring. Bütün jitlar ham yig'ilishib turibdi. Jitlar mol shergandirdi. O bola. Qulpaka. Bu birinchi sinf bola ekan. Qulpaka. Sindirmaymiz, o'sha yerda qanaqadir yig'ilishxona ekan, eski. Mana anaqa chirmoq bosib tashlagan, mana yig'ib qo'yish kerak. Demak, bu zo'mbilarsiz. Hey, bola, nechinchi sinfsan? Ben 5. sınıfım. Benden kichkina ekan. U boshqa ekan. Ko'r. O. Sanatda nima bor ekan? Mushkalar eski bir anoni yiyor. Narsalarda tegmanglar. Egasi bor, telefon, iPhone ham bor ekan. Dördüncü sınıf. Yapacağız sonra orası. Senga nima? Men sendan so'rayapman. Beni söylesem bu bilmem misin? O, sen bizden küçük ekansan-ku. Sen necin sınıfsın?
6. sınıfmi? O oraga tushib ketdingmi do'stim? Mana mata chiqolamiz. Tushsini. Tushib ket. Qanday boradi endi? Ular sizlarga Ronaldomi, Mbappemi, Messimi? Qaysi biri? Albatta Mbappe. O chiqib ketdim mana uyda. U ustoz kech bo'lyapti, uyga borish kerak. Men jonim bitta ovqatlanib olmasam bo'lmaydi. Ustoz siz uyingizga ham boravering. Dars tugadi. Siz yaxshi o'tasiz ekan. U olim ekan uyga kirmay, u kompyuter narsada tushaveradi. Kim bo'ladi o'zi? De tasvirni. Ertadan keyin Anunga ketamizmi? Bu ertaga Anunga ketamiz. Ertaga shaharga ketamiz. Yo'q, ketamiz ertaga biletga kelishganman men. Bolar sizlar